12 avtomobilovka. Çeto. Yuqorida ko'rganingizdek, Onyx rusumli avtomobil haydovchisi o'z boshimchalik bilan davlat raqam belgisini yechib olib, yo'l-patrul xizmati inspektorlarining qonuniy ishorasiga bo'ysunmagan. Ushbu haydovchi to'xtatib tekshirilganda u spirtli ichimlik ta'sirida avtomashina boshqarib yurganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi 5-qismi, 194-moddasi 1-qismi hamda 131-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Rometan tumani sudida mazmunan ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasiga asosan tayinlangan jazolarni yengilini og'iri bilan qoplash orqali 3 yil muddatga avtotransport vositasini boshqarishdan mahrum qilgan holda baza hisoblash miqdorining 40 barobar, ya'ni 16,480 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Bu qilgan go'zalligimizdan pushaymonman. Boshqalarga ham maslahat bermayman. Spirtli ichishni, nomerni yechishni ham yaxshilikka olib kelmaydi.